Uf, shatamidingiz? Ha? Sizni qancha qidirdim. Hozir 10 minut ish vaqtim qoldi, xo'p? Bo'ling ketishimiz kerak. Bo'pti. Bo'ling, kutib turaman, xo'p? Xo'p. Uf. Charchab ketdim. Nima qilib charchadingiz? Kuni bilan turdimman. Katta ish qilib yuboribsiz-a? Men piyoda yurdim sizni qidirib. Qablugimda. Oyoqlarim og'rib ketdi. Sen ham katta ish qilibsan. Uyga ketamizmi? Qayerga ketasiz? Bugun? Men qarang. Siz bugun Sochi jo'natmoqchi edingiz. Esingizda yo'qmi? Ertaga aniq jo'nataman. Har doim ertaga deysiz. Hech kelmaydi. Bugun ham kelmadi mana, rosa kutdik uydagilar bilan. Ertaga aniq jo'nataman, barangiz. Oxiri to'yimga shu oyog'ingizni kiyib bormasangiz bo'ldi. Aytdim, jo'nataman ertaga deb. Yaxshi. Faqat ertaga jo'natasiz. Oyim boshqasiga berib borsa, o'tirasiz qarsak olib oyog'ingiz bilan. Xo'p? To'yimga kelarsiz, xo'p? To'xta. Ahvol yaxshimi o'zi? Oqqon kasallik uchragan. Barangiz. To'yinga boramiz ekan. Yuzing istagim bir g'aribingman. Ey jonu jahon nazar sol yoram rahmayla bo'lishgan. Sensiz holim notavon to'zdim ishqingda har damda beqaror. Ey ravg'ul bayon yoram ishqingda yor kuymoqdaman diydoring tilab yoram yo'qlarmisan yoron bir bor kallab